Sizlar bilan yana Dilasi Gamer. Bu safar YouTube kanalimga qarasam, biron marta live o'ynamagan ekanman. Hozirgi videomda live o'ynab ko'raman. Bir live o'ynab o'yinchilar sal charchabdi. Lekin bo'laveradi. Qani ketdik. Biron marta Instagram, TikTok, YouTube'ga live o'ynaganimda qo'ymagan ekanman. Hozirgi akkaunt juda ham yomon emas. Ayniqsa juda yaxshi. Menda internet qotish bo'lyapti. Va u birinchi gol urdi. Birinchi zarba yomon chiqmadi. Sal chaproqqa tepganimda gol bo'lish ehtimoli ko'payardi. Bu yerdan Valverde kelmoqda, lekin yaxshi gol bo'lmadi. Xo'sh, bizda urinishimiz uglovoy tarafdan Ronaldo ochilyapti va save. Courtois'dan save. Juda yaxshi o'yin bo'lmoqda. Bizda yana hujum. Ay! Ozgina qoluvdi-ya. Bizda ko'p kishi o'tkazib yuboryapti, chunki internet qotish bo'lyapti. Hech narsa qilmaydi. Bizda 3-hujum. Menimcha bu hujum sharmandalik bilan yakunlansa kerak. Meni o'yinchilarim unchalik chaqqon emas-u. Yana bizda yana bitta hujum demoqchi edim. To'pni tezkorlik bilan mendan olib qo'yishyapti. Qirq birinchi daqiqa. Varta chiqib kelgan yomon bo'ldi. Chunki o'tgan safar ham varta chiqib kelganda men 4-4 edi. Varta chiqib keldi o'zidan o'zi, bilmadim. Hech narsaga teginganim yo'q edi. Internet qotish. Baribir birinchidan teggan edi. Lekin Vinining zarbasi yomon chiqmadi. O'yin statistikalari. Udarlar menda 3 ta, unda ham 3 ta. Otbor xavfli 2 ta. Paslar 13 ga 11. Uglovoy 1 ta. Narishiniya yo'q. Offside yo'q. Hop, bizdan Holland boshlab berdi Gabrielga. Yana bitta hujum demoqchi edim. Juda ham tezkorlik bilan olib qo'yapti. Bizda mana. Vay. Juda ko'p hujumda bloklayapti.
U u u u u u u. Voy, ofsayd. Nimaga ofsayd? Ofsayd. Ofsayd o'ylab topilmaganda. Hozir 1-1 yo'q 2-1 bo'lardi uni hujumi. Chiqib ketmagan bo'lsan. Voy! Yugurtirganim yo'q-ku. Ofsayd emas. Yaxshi olib qo'yish bo'ldi. Bizdan ofsayd. Угловой? Ko'p hujumlarni bartaraf qilyapti. Bloklayapti meni hujumimda. Juda kuchli jamoa ham desa ham bo'ladi, lekin bizda internet qotishidan sababli hozirda shot 0-0 bo'lish kerak edi. Menimcha 1-1 qila olmasam kerak, lekin umid bor. 84-daqiqa. Xo'sh. Vini Bappega, Bappe. Mana shunisi tezkor hujum. Mana 1-1. Do'stlar, Bappeni tezligi bilan men 90ga 3 daqiqa qo'shilganda hisobni tenglashtirdim. Menimcha qo'shimcha vaqt bermasa kerak. Men bu vaziyatda foydalandim. Menimcha bizga plus bo'lsa kerak. Yana bitta hujum yo'q, noaniq. Ustunlik biz tarafda. Chunki oxirgi golni men urdim va nega? Zarbalar 4-4. Menda 2 ta xavfli vaziyat, unda 4 ta, 29 ta pas, bitta uglovoy, bitta narushение, 2 ta ofsayd, menda bitta ofsayd. 100 Men mana bu yerda tepadagi statistikalarga ham qarang, 62 ga 70, 25 ga 50, 66 ga 100. Qanaqa qilib? Hozir meni yutishim kerak edi-yu. Mayli, shunaqa adolatsizliklar ham bo'lib turadi. Bizga Rodrigo kelibdi, Real Madridning judayam zo'r o'yinchisi, lekin bizning hisobimizda tangalar yetarli emas. Shunga men uni olib ham o'tirmadim. Hop. Keyingi videoyimda yana liv o'ynab yutishga harakat qilaman. Sizlar bilan Dalasi Gamer bo'ldi. Eslatma, kuchukcha bilan yozmasanglar chiqmaydi.